Bitta zo'r variant chiqib qoldi akalar. Sergeli yangi Darxon 1 ga kelganmiz. Qaranglar, shundoq burniylarning tagida maktab, bog'cha joylashgan bo'ladi. 16 qavatli novostroyka domni 4-qavatda joylashgan. Polnotsенный 3 xona, 75 kvadrat metrlik xonadon topib qo'ygan akalar. Narxini videoning oxirida aytaman. Videoning oxirigacha ko'rib turinglar. Qaranglar, men turgan joyim bu balkon bo'ladi. Bu spalniyamiz bo'ladi, radiatorlari bor, gos remont holati akalar, uy egalari yengil lustra qo'yilgan. Ya'ni har bitta xonaga yengil lustra qo'yib berishgan. Ko'rishingiz mumkin, uzun koridor. Mana bu tarafimizda yana bitta xonamiz bor. Buni xohlasanglar detskiy qilinglar, xohlasanglar hammasini detskiy qilinglar. Tabiiyligiga qarab, planirovkasini, ya'ni qaysi xona nima qilishni o'zingizlar ajratib olasizlar. Mana bu tarafimizda kattagina mehmonxona, yengil lustra qo'yilgan. Ko'rishingiz mumkin, radiatorlari, tarketlari hammasi cho'tki holatda turibdi. Endi xohlasanglar aboy qo'yasizlar, xohlasanglar shu holatda yashasanglar ham bo'ladi. Bu tarafimiz asosiy ishidan kiraverishimiz bo'ladi, domofonlarigacha bor, umumiy sanuzolimiz bo'ladi. Akalar samishoniy holatda ko'rishingiz mumkin va ayollarimizning sevimli bo'lgan oshxonasi, gaz plitalari bor. Xo'p, mamka oshxona mebellar nimasiga kafil qilingan, tadbiqqa qilib, ruxkontrolniy kotel, gaz cho'chqiklari, stabilizatorlar, tok o'lchaydiganlarigacha bor. Yangi romlari akalar absolyutni yangi, hali hech kim yashamagan. Qaranglar akalar, podyezdimizning ko'rinishi bo'ladi. Ikkita lift joylashgan, bittasi gruzoviy, bittasi passajirskiy bo'lyapti. Xo'p, podyezdni balkondan chiqqanimizda bu podyezd oldi tarafi bo'ladi. Ko'rasizlar, podyezddan kirib kelaverib, pastda detskiy plashatka, hamma narsa bor. Ko'rasizlarmi? Aholi qaranglar, bu yerda vobshe qo'shnilar zo'r ekan. Hamma yo'q tozalab, sipir-sidir qilib, vobshe gap bo'lishi mumkin emas. Xo'p, xonadonimizda mana shunday liftdan chiqqanimizda, chapga yurganimizda ko'rishingiz mumkin, mana xonadonimizda mana bu yerda joylashgan bo'ladi. Akalar, bu xonadonimizning bitta kichkinagina aybi bor, qaranglar. Mana bu xonamizda chirog'i. Endi mana bu yondagi xonadan chiroqni yoqamiz. Xonamizdan chiroq yondi. Bu elektrik xatosi, bu endi mелочный narsa, buni joyida hal qilsa bo'ladi. Akalar, 3 xonali polnotsенный xonadonimizni ko'rdinglar. Shundoq burniylarning tagida maktab, bog'cha joylashgan, balkoniga ega, umumiy maydoni keladigan bo'lsa, 75 kvadrat metrni tashkil qiladi. Kadastr hujjatlaridan muammo yo'q. 16 qavatli novostroykani 4-qavatda joylashgan. Endi narxi keladigan bo'lsa, xonadonimizning narxi vobshe shkalat narxda sotilyapti akalar. Startoviy narximiz 59.900 deb baholanadi. Ozgina sunnatiga o'tib beradigan joylari bo'ladi. Pastda raqam qoldiraman, telefon ko'rasiz.